Mana PGL Astana ham tugadi. Team Spirit jamoasini albatta tabriklayman va siz ham Don kabi kuchli kiber sportsmen bo'lmoqchi bo'lsangiz, menda sizga ushbu qurilma bor. Buni nomi Asus ROG Strix Scar 18. Ko'ramiz. Bu notebook qancha FPS berar ekan. Keling, hozir esa dizayn haqida ozgina gapirib bersam. Barcha klaviaturalar va notebook past qismi RGB chiroqlar bilan jihozlangan. Istalgan rejim yoki rangni o'rnatib olib, stilli gamer deb bo'lasiz. Bunaqa notebook bilan hech kim siz bilan hazillashmaydi. Ayniqsa men bu orqasidagi anime visionga mana bunaqa so'z yozib qo'yib, o'yinni chiroyli tugatishingiz mumkin. Bu payt esa uni yonidagi ROG logotipi charaqlab yonib turadi. Klaviaturadagi deyarli barcha funksiyalarni Armory Create'ni ochmasdan turib boshqarsangiz bo'lar ekan. Masalan, shovqinsiz, effektiv yoki turbo, mikrofonni yoqish, o'chirish, sun'iy intellektni chaqirish, klaviatura chiroqlarini boshqarish va hokazo. Interfeyslarga kelsak, bu yerda Ethernet, Type-C, oddiy USB, xullas hamma narsa bor. Notebookni tagi qismida ROG Strix yozuvini ko'rishingiz mumkin. Uning ichida esa komponentlar joylashgan. Agarda unga SSD yoki xotiralarni almashtirmoqchi bo'lsangiz, buni hech qanday servislarsiz oson qilish mumkin. Birgina pastki paneldagi mana bu rechagni surish kifoya. Ha, dizayn tarafdan gap so'z yo'q. U sizni maksimal darajada krutoy qilib ko'rsatadi. Menimcha faqatgina bitta narsa yetishmayapti. Buni ventilyator ishlayotgan paytida qo'shimchasi, yana bitta qanaqadir sport kar ovoz chiqqanida undan ham zo'r bo'lardi. Nima deb o'ylaysiz o'zi? Qo'shilasizmi, kommentariyada yoz qoldiring. Keling, endi ekrani haqida gaplashamiz. Display ROG Nebula HDR. O'lchami 18 dyuym 2.5K. Yangilanish tezligi 240 Hz. Javob vaqti esa 3 millisekund va u quyidagi sertifikatlarga ega. Display umuman olganda juda ham chiroyli, yorqin va ranglari qanaqadir grafik ishlari uchun ayni muddao. Demak, buni ichida nima joylashgan? Bir boshlab hozir tanishib chiqamiz. Protsessor Intel Core Ultra 9 275HX. Video karta esa 24 GB GDDR7 RTX 5090. Bilsanglar bilib qo'yinglar, GTA 6 ni bu video kartadan boshqa video kartalar ko'tarmaydi. Agar albatta maksimal sozlamalarda 150 FPS dan balandroq o'ynamoqchi bo'lsangiz. Umuman bu uylar barcha Asuslarning premium notebooklariga 50-seriya RTX video kartalari o'rnatilar ekan. Shuning uchun GTA o'yinida umuman xavotirsiz qilmasanglar ham bo'ladi. 5090 ni faqatgina o'yin o'ynab ko'rsatmaymiz, albatta, balki boshqa dasturlarda ham test qilib ko'ramiz. Asosiy xotirasi 2 TB SSD va agar xohlasangiz yana bitta SSD o'rnatishingiz mumkin. Operativka esa 64 GB gacha va agar xohlasangiz uni ham upgrade qilishingiz mumkin ekan. Akkumulyatori 90 Wh. O'yinlar uchun ko'p ketmasa ham kino ko'rish, oddiy dasturlarda ishlash va web surfinglar uchun bemalol yetadi. Audiosiga kelsak, u Dolby Atmos va Hi-Res audioni qo'llab-quvvatlaydi. Qolaversa, u aqlli kuchaytirgich va ikki tomonlama shovqinni kamaytiruvchi texnologiyalarga ham ega ekan. Mana PS2da Zayvuni qo'shnisi deyshadi. Hozir PS2da o'yinimni ko'rsataman, 50-90 bilan mahoratimni ko'ringlar, lekin yig'ilib olmaydi. Demak, do'stlar, Counterdan boshlaymiz. 300 FPS ko'rsatadi, stabil nima? Tak, Zayvuni qo'shnisi nimaga? Desanglar, mana mana shu. Tak, buni qirib qolamiz jigar. AVP menda, значит, Simple hayratda. Так. Tada, ketdi mana qara. Prefire. Nimaga bunaqa? Ana qara. An easy. First kill. Ne, atak lekin kadr juda ham zo'r. Juda ham plavno o'ynalyapti. Hech qanaqa freeze, qotishlar yo'q. Menimcha hamma tushunda nimaga Zayvuni qo'shnisi ekanligimni. Endi esa boshqa o'yinchilarning ota-onasidan xabar olish uchun biz Dota 2 o'yinini o'ynaymiz. Tak, Dota 2 o'yinida unchalik ko'p o'ynamayman, lekin asosan VK da o'ynayman. Hamda SF nima qotdi, jigar? Nima qotsan, jigar? Ketdi, maniki. Easy. Voy, otma. SF maniki bo'ldi. Ashdan tekot. That's a lot ketaman bo'ldi. Bildinglar, sezdinglar, kuchliligimni. Bildirib qo'ydim-da, qattaligimni. O'zimni slishkim aqlli his qilaman, miyam rivojlanib ketadi, portlab ketadi. Bu notebookda yana Marvel Rivals bor ekan. Ko'pchilik hozir o'ynayotgan ekan, keling FPS qanchaligini ko'ramiz. Marvel Rivals. Jigar, bitta o'lmay iltimos, g'alati bo'ladi. Boshqacha. Voy. Endi birinchi marta o'ynayapman bu o'yinni. Juda ham bir qiziqarli o'yin ekan. Uchsa ham bo'lar ekan bunaqasiga. Bizda gravitatsiya bor, chunki bu Doctor Strange. Men Doctor Strange yaxshi ko'raman. Real qiziqarli o'yin ekan bor-ku. Hozirgina tushunmayapman, lekin voy. O'lib qoldim-a? Voy. Ozgina tushunmadim-da, mayli. Lekin birinchi o'yinimga o'ylashim bo'yicha normalni o'ynayman. Bu yerda Человек-паук, там Kapitan Amerika, Hulk, o'shalar ham bor ekan. Qiziqarli, lekin osmondan yomg'ir bo'lib, talpa erkaklar yog'ilganini ko'rganmisiz?
Unda PUBG o'yiniga marhamat. Keling ko'ramiz. PUBG O'yiniga kirdik. Tepada 360 FPS ko'rsatdi. God damn, bro. Buning grafikasi shunaqa plavniy, shunaqa kayf ekan grafikasi, ishon. Endi odamlarni izlab ko'raylikchi. 200 FPS, 250 FPS stabilni ko'rsatdi, jigar. Namuncha kayf. Oh, o'lib qoldim. Birinchi ko'rishda o'ldirib qo'yishdi, boru. Endi fora berib turish kerak-da. Ha, o'yinlarda ushbu noutbuk o'zini ancha yaxshi tutdi, lekin montaj dasturlarida o'zini qanaqa tutar ekan? Hozir ushbu videoni shu noutbukda montaj qilib ko'ramiz. Ushbu 8 minutli videomiz 10-13 minutda render bo'ldi. Keling endi sizga Asus ROG Strix Scar 18 dagi yangi bug'lanish kameralariga ega sovutish tizimi haqida gapirib bersam. Yangi o'ylab topilgan arxitektura sabab bu noutbuk o'zini ancha sovuq tutadi. Oddiy qilib tushuntirganda, bug'lanish kameralari butun ona platani o'rab olgan bo'ladi. Uning atrofiga, ya'ni ustki va pastki qismlariga esa radiator qovurg'asi joylashtirilgan. Xuddi sendvich kabi. Bunday yechim aynan ROG Strix noutbuklari uchun ancha samaradorli va noutbukni kompaktniroq ko'rinishga yordam beradi. Kamiga noutbuk ichidagi uchta ventilyatorlarga changlardan himoyalash uchun filtrlar ham o'rnatilgan. Umuman noutbuklardagi eng katta muammolar, ya'ni o'sha qizish va shovqin chiqarish bu noutbukda deyarli yo'q. Savol berishingiz mumkin. Ahror aka, men bu noutbukni olganimdan keyin donkdagi o'yin olaymanmi? Meni javobim yo'q. Siz undan ham o'tib ketasiz, jigar. 240 Hz kibersport va o'yinlar uchun must have. Ayniqsa Anime Vision menga juda ham yoqdi. Aytgancha, yana sizga kengaytirilgan garantiya, ya'ni Asus Perfect Warranty haqida gapirib bermoqchiman. Noutbukni sotib olgan kuningizdan keyin agar mabodo buni tushirib olsangiz, klaviaturasiga suv to'kilib ketsa va umuman olganda qanaqadir zarar yetsa, Asus uni bir martalik polностью remont qilib berar ekan. Buning uchun esa siz noutbukni aynan 2025-yil 1-yanvardan boshlab xarid qilgan bo'lishingiz va uni ushbu sayt orqali 90 kun ichida ro'yxatdan o'tkazgan bo'lishingiz kerak. Bu garantiyadan albatta foydalanib qoling. Ro'yxatdan o'tish uchun esa havola pastda. Sizlar bilan paka-pak bo'ldi. Yangi Asusdagi noutbuk. Sizlarning ismlarini bilmayman. Meniki Ahror. Charchamayli, davaychi. Men hozir donk bilan birga chiqaman. 2000 dollar lub bo'yoraman, davaychi.